Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz JavaScript'ning DOM, ya'ni Document Object Model bilan ishlashdagi eng birinchi va eng muhim qadami elementlarni olish, ya'ni selectors mavzusini yaxshi ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz kodlarni. JavaScript'da HTML sahifasini o'zgartirish uchun u avval o'sha elementni tanib olishi va ushlab olishi kerak. Buni xuddi odamning ismi yoki kiyimi orqali topishga o'xshatish mumkin. Qani ketdik. Bu metod JavaScript'dagi eng qadimgi va eng tezkor qidiruv usuli hisoblanadi. U sahifadan faqat bitta takrorlanmas idga ega bo'lgan elementni qidiradi. Buni ham bir misollarda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda aytib o'tganimdek HTMLda qisqa kod yozamiz. Masalan, h1 sarlavhaga id beramiz. Main title berdik va buni JavaScriptda ishlatamiz. Oddiy sarlavha yozdik. Bunga sarlavhaning tagiga matn yozamiz endi. Matnni p tagida yozardik, eslaringda bo'lsa, va id beramiz info. Ko'rganlaringdek h1 orqali sarlavhani va p tagi orqali esa matnni yozib oldik va buni Google'da qisqacha chiqtisini ko'ra olamiz. Hozir zagruzka bo'lyapti hamma narsa. Ko'rganlaringdek JavaScript dunyosiga xush kelibsiz, ya'ni sarlavhamiz va matnimiz tayyor. Endi JavaScript qismiga o'tamiz. Bularni qisqacha jonlantiramiz. Endi elementni id orqali ushlab o'zgaruvchiga saqlaymiz. Buni qanday qilamiz? Const sarlavha degan o'zgaruvchi qildik const orqali. Document get element by id kodimiz bor. idlar uchun ishlatamiz buni. Va main title. Ya'ni sarlavhadagi idni olib kelib bu yerga qo'ydim, ko'rganlaringdek. Va buni yopamiz. Va konsol orqali sarlavha, ya'ni text content, natijani ko'ramiz. JavaScript dunyosiga xush kelibsiz degan natija chiqishi kerak. Buning uchun console.log sarlavha o'zgaruvchimizni yozamiz va text content kodimizni yozamiz. Endi sarlavha stylini o'zgartirib ko'ramiz. Buni qanday qilamiz? Sarlavha o'zgaruvchimiz console orqali yaratganimizda bunga style beramiz va style color, masalan, ko'k rang qo'ydik. Qisqa tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda get element by id metodi faqat bitta elementni qaytaradi. Chunki HTML qoidasiga ko'ra bitta sahifada bitta id faqat bir marta ishlatilishi kerak. Bu metod juda tez ishlaydi, chunki brauzer qaysi id qayerdaligini oldindan biladi. Endi buni Google'dan chiqtisini ko'ramiz. Ko'rganlaringdek JavaScript orqali rangini o'zgartirdik. Endi buni konsol tarzini ko'ramiz. Ko'rganlaringdek konsolimizda ham JavaScript dunyosiga xush kelibsiz deb chiqdi. Buni qisqasi shu. Endi query selector, ya'ni universal Shveysariya pichog'i deb atashadi buni. Buni ko'rib chiqamiz bu kodni. Bu metod eng zamonaviy va eng kuchli selektor hisoblanadi. Uning yordamida siz CSSda qanday qilib elementni tanlasangiz, JavaScriptda ham xuddi shunday tanlashingiz mumkin. Masalan, HTML qismini boshqacharoq tuzamiz endi. Ularni o'chirib tashlayman va bitta div qutisini ochib olamiz. Divga har doimgidek class beramiz va klassimizning oti kart bo'lsin. Kart uchun bizga h2 sarlavhasi kerak bo'ladi. h2 ga class title, mahsulot nomi va buni tagiga bitta button qo'yamiz. Buttonga id bersak, bizda idimiz buy buttoni bo'ldi. Sotib olish. Buttonni bilasizlar, tugma uchun ishlatiladi. Ko'ramiz, ko'rganlaringdek tugmamiz tayyor va mahsulot nomi h2 sarlavhasi. Endi JavaScript qismiga o'tamiz.
Endi class orqali nuqta bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Qanday qilamiz buni? Buni ham xuddi const boyagi o'zgaruvchini qo'yamiz, sarlavhani. Va shu orqali document query selector va bu yerda bizda title klassimiz bor edi. Mana uni ichida div qutisining ichida title deb yozdik. Qayerdan oldim buni? Title h2 da ekan, uzr, h2 ichidagi class title, ya'ni shuni title'imizni bu yerga qo'ydik. Endi id orqali olish. Buni boya ko'rib chiqdik. Buni ham bitta id'imiz bor. HTML da uni olamiz. Tugma o'zgaruvchisi bilan document query selector by button edi. id'imizning nomi by button edi. Ko'rganlaringdek bu yerdagi by buttonni oldik. id qismimiz ham tayyor. Endi tag nomi orqali olishni ko'rib chiqamiz. Qanday olamiz buni? Const h2 tagini olamiz va document query selector va bu yerga to'g'ridan to'g'ri, bu ham id bo'lmagani yoki class bo'lmagani uchun buni o'zini yozib qo'yamiz. Chunki buni JavaScript o'zi taniydi. Endi murakkab qidiruv div ichidagi h2 ni ol deb chaqirib ko'ramiz. Buni qanday qilamiz? Const o'zgaruvchi uchun ichki sarlavha deb yozamiz. Va document har doimgidek query selector. Aytib o'tganimdek, qaysini olamiz bu yerda? Bu yerda div ichidagi h2 ni olishimiz kerak. Buni shu tarzda yozamiz. Divimizning nomi nima edi? Klassimizning nomi kart ekan. Buni kart sifatida olamiz. Va yoniga kartni ichidagi h2 ni olishimiz kerak edi. Yoniga h2 deb yozib qo'yamiz. Shu tarzda ishlatiladi. Qisqa qilib tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda query selector faqat sahifada uchragan birinchi elementni oladi. Agar sahifada 10 ta title klassli element bo'lsa, u faqat birinchisini ushlaydi. Bu metod juda moslashuvchan va chunki u orqali istalgan CSS selektorini yozish mumkin. Ko'rganlaringdek kodimiz bu tarzda. Query selectorni ishlatishni ko'rib oldik. Bu yerda hech nima o'zgargani yo'q, chunki hech qanaqa style yoki ishlovchanlik bermadik. Endi query selector all tagimiz bor, ya'ni hammasini yig'ib olish. Agar sizga sahifadagi barcha bir xil klassli yoki bir xil tagli elementlar kerak bo'lsa, query selector all metodini foydalanamiz. Buning uchun bir xil klassli kod yozamiz HTML da. Masalan, ul yozsak ko'proq osonroq bo'lamiz. Masalan, class ulli bilasizlar, ro'yxat, ya'ni chalkash ro'yxatmi, shunaqa deyiladi adashmasam, noto'g'ri ro'yxat. Hozir esimdan chiqib ketdi. Ro'yxat uchun qilinadi qisqasi. Olma va li klassimiz, ikkinchisiga ham xuddi shunday item beramiz. Bunisiga banan bo'lsin. Uchinchisiga li class item, bu safar gilos bo'lsin. Ko'rganlaringdek, ul ichida 3 ta li klassimiz bor. Endi buni JavaScriptda qilib ko'ramiz. Masalan, bularni o'chirib tashlayman. Const hamma mevalar deb yozaman. Bitta o'zgaruvchida bo'lsin. Va bunga document query selector oldi kodimiz nomi. Va buni ichiga item qo'shimcha qolib ketibdi. Item deb qo'ydim. Ya'ni bu yerdagi hammasini oldi. 3 ta klassimizda bir xil item bo'lgani uchun shu uchalasini ham oladi. Endi console log hamma mevalar o'zgaruvchimizni qo'yamiz ichiga. Bu yerda natijani bilasizlar. Li item 1 2 3 ta list chiqadi qisqasi. Endi har birini aylanib chiqish uchun for each orqali ishlatamiz. Qanday qilamiz buni? Masalan, hamma mevalar o'zgaruvchimiz bor edi. Buni oldik. Buni ichiga for each va meva indeksi
Bunda konsol log'da olamiz. Natijani ko'rish uchun. Index minus uzr plus bo'ladi. Minus meva. Ya'ni dollar qismida meva va text content yozish uchun ko'rganlaringdek kodimiz shu tarzda. Endi buni qisqa tahlil qilgan bo'lsak, bu metod node list, ya'ni massivga juda o'xshash to'plam qaytaradi. Siz undagi elementlarni massiv kabi for each yordamida aylanib chiqib, hammasini bir vaqtda o'zgartirishingiz mumkin. Ko'rganlaringdek olma, gilos, banan. Endi konsolimizga o'tamiz. Konsolda nima o'zgarish bor ko'ramiz. O'zning kodlarimizda. Ko'rganlaringdek meva qismi, gilos va node list bor. Ko'rganlaringdek hammasi item klasslar ko'rsatgan va linksda nechtaligini qo'ygan. Bu yerda meva, olma, gilos raqam bilan to'g'rilab chiqdik JavaScript o'zida. Bu kodimiz xuddi shunday ishlatiladi. Endi eskirgan metodlarni ko'rib chiqamiz. Bularda ko'p ish kerak emas deydi, lekin bilib qo'yish zarar qilmaydi. Ya'ni JavaScript o'rganayotgan bo'lsalaring, bularni ham qisqacha ko'rib chiqish kerak. Masalan, qanaqa elementlar bor? Eski elementlardan bularni ham kodni toza tutsaylik, o'chirib turib. Hozirda query selector ko'proq ishlatilsa-da, eski kodlar quyidagilarni ko'rib qolishimiz mumkin. Masalan, get element by class name. Buni qanday qilamiz buni? Masalan, get element by class name. Va buni masalan class normi ochmadik. Bu kod eski metodlardan bu berilgan klassga ega barcha elementlarni, ya'ni HTML collection ko'rinishiga qaytaradi. Va ikkinchisi esa get element by tag name ichiga esa buni olib qo'yamiz. Bular HTML da yo'q hozircha, prosta ko'rsatib chiqyapman sizlarga. Bu esa sahifadagi barcha p taglarni yig'ib beradi bizga. Buni o'rniga h1 qo'ysalaring ham bo'ladi yoki input yoki h6. Ya'ni hammasini yig'ib berish uchun ishlatiladi bu kod. Qisqacha tushuntirishi shu. Endi qaysi birini ishlatish kerak, shuni ko'rib chiqamiz. Masalan, dasturchilar orasida yozilmagan qoidalar bor. Agar sizda id bo'lsa, faqat o'sha element kerak bo'lsa, get element by id ishlatish qandaydir nima desam bo'ladi, tezroq ishlaydi. Ya'ni ko'p kishi shunday ishlatadi, professionallar. Agar sizga CSS selektorlari bilan murakkabroq qidiruv kerak bo'lsa yoki elementida id bo'lmasa, query selector ishlatish bu ham mantiqliroq keladi. Buni ham ikkinchi misolimizda ko'rib chiqdik. Agar bir nechta elementni guruh qilib olmoqchi bo'lsalaring, query selector all ishlating. Buni ham misolini ko'rdik. Ya'ni ko'proq sizlarga natija tezroq chiqarish uchun kerak bo'ladi. Va doim o'zgaruvchilarni const bilan e'lon qiling. Chunki elementni bir marta ushlab olganingizdan keyin o'sha o'zgaruvchi boshqa narsaga o'zgarib ketmasligi kerak. Bu mavzumiz shu yerda tugadi. Bugungi mavzumiz ko'rib chiqdik hammasini, misollar eshitdik. Videomizga like bosib qo'yasizlar, savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha xayr.